Yur. Bo'ldi, ketdik. Ishqilib yorug'likni ko'rib qolishmasin-da. Afra rosa xavotir olayotgandir mendan. Yana ozgina chida. Agar bugun topishmasa, keyin ham topisha olmaydi. Qidirishni boshlab bo'lishgan. Hech izlab ko'rmadingmi? Kimni? Ro'yani. Unday odam yo'q-da. Qanaqasiga yo'q? Ismi Ruya emas. O'sha ismini men qo'yganman. Gapir endi. Yetimxonada aytmading, gapni aylantirding, gapir. Bu men uchun og'ir. Og'ir bo'lsa ham harakat qil. Qara, hozir bundan boshqa qiladigan ishimiz ham yo'q. Aytganimdek, o'sha paytlar bola edim. O'spirinlik vaqtim edi. Qonim qaynab turgan payt. Uncha o'zgarmabsan. Keyin men uni ko'rdim. Uzoqdan. Go'yo yuragimga pichoq sanchilgandek bo'ldi. Tizzalarim bo'shashib ketdi. Hushimni yo'qotadigandek bo'ldim. U xuddi tushdek edi. Aslida ismi nima edi? Bilmayman. Qanday? Tanishmagan edinglarmi? Yo'q. Demak, u seni tanimaydi. Mavjudligimdan ham bexabar. Sen u uchun qamaldingmi? Men uni doim kuzatardim. Ba'zida daraxt tepasidan, ba'zida tomlardan. Uni ko'rishga harakat qilardim. Uni ko'rmasam uxlay olmasdim. Uxlashni xohlamasdim. Ammo ko'rib bo'lgach hammasi yo'qolib ketardi. Hasad qila boshladim. Bunday og'riqqa hech kim hasad qilmaydi. Senga emas, Ro'yaga. Keyin bular sodir bo'ldi. U uchun qamalgan ekansan. Nega o'ldirding? Uni bilmay qo'ya qol. Alloh. Keyin meni bu yerga olib kelishdi. Xat yoza boshladim, lekin hech qanday javob yo'q. Ko'chib ketgan shekilli. Asilmedia.net eng so'nggi tarjima filmlar makoni. Chiqqanimdan keyin uni qidirdim. Na iz, na bir xabar bor, na bir qarindosh, na manzil. Go'yo umuman yashamagandek. Hech narsa yo'q. Go'yo mavjud bo'lmagandek. Keyin o'zimga aytdim. Men Ruyani tushimda ko'rganman deb o'yladim. Lekin qidirishda davom etdim. Har bir ko'chadan, har bir yo'ldan
har bir burchakdan, har bir yuzda. Hali ham qidiryapsan. 10 yil o'tibdi. Uni topsang nima qilmoqchisan? Bilmayman ham. Sen uni emas, qidirishni yaxshi ko'rasan. Sevmasam nega izlay? Deylik, topding, yillar o'tib. Unga nima deysan? Sening uchun qamoqqa kirdim deysanmi? Nima o'zgaradi? U seni borligingni ham bilmaydi. Bilmayman. Balki rahmat der. Balki bir jilmayib qo'yar. Shuncha yil. Faqat jilmayish uchun izlayapsanmi uni? Ko'plab odamlarni yolladim. Har kuni qidirdim. Aqling joyidami? Jiddiy gapiryapman senga. Aqlim joyida. Oshiqman. Bu oshiqlik emas, bu tentaklik. Ularning farqi bormi? O'zingga achinmaysanmi? Şu yalan Demak, undan keyin hech kimni sevmading, shunaqami? geldim geleli Sevganman dedim-ku. Yana kimni sevaman? Bu menga haddan ziyod bog'liqdek tuyuldi. Her ne tuttum ise aldın elimden nice bir Odam ro'parasidagining nima his qilayotganini bilmay bunaqa gaplarni aytmasligi kerak. Sen sevgi nima ekanini bilmasang, bu meni aybim emas. Nisan o'sha payt Ro'yani rashk qilayotganini tushundi. Shunday sevilish qanday bo'lishini bir on o'ylab qoldi. Eshrif akamni Ro'yaga bo'lgan muhabbatini ko'rib, hayratlanish tuyg'usi bo'lmaganida rashkdan o'lib ketardi. işledim. Eshrif akam bu voqeadan 3 yil o'tib, o'sha kechani aytib berganida birinchi marta Ro'ya haqida bunchalik ko'p gapirgani haqida aytgandi. Nisan Ro'ya ekanini bilganida esa o'sha tunni eslab Ro'yani oldida Ro'yani orzu qilgan ekanman deb jilmaygandi. Opa, Salom. salom. Nisan xonim uydami? Yo'q, u uyda emasdi. Ertalab chiqib ketgandi. Eshrif bey bilan bo'lsa kerak. Men ham qayerga ketganini bilolmayapman. Men ham qayerga ketganini bilmay xavotir olyapman. Qayerda ekanini bilasizmi? Ya'ni, oxirgi marta Metin O'zilikunning studiyasidan qo'ng'iroq qilishgandi. Undan keyin darak yo'q. Aslida kech qolayotgan bo'lsa ham menga aytib qo'yishardi. Telefonlari ham o'chirilgan. Hech narsaga tushunmadim. Yaxshi, biror narsa bilsangiz bizga xabar bering. Albatta, lekin ularga biror narsa bo'lgandir deb o'ylayapman. Agar biror narsa bo'lganida men bu yerga kelib qayerda ular deb so'ramas edim. Ularga bir narsa bo'lgan derdim. Agar biror narsa topsangiz iltimos menga qo'ng'iroq qiling. Albatta, lekin hozir men ham qo'rqib ketyapman. Bu yerda yolg'iz qolib ketdim-da. Qani unda shunday qilaylik. Men sizni Eshrifni uyiga olib boraman. U yer xavfsizroq. Bo'ladimi? Bo'ladi, mayli, xo'p. Men tezda tayyorlanib chiqaman, xo'pmi? Hozir. Xo'p. Allo, Ermak. Eshrif bilan Nisan Metin O'zilkunning studiyasiga ketishgan ekan. Gurdalga ayt, borib qarasin-chi. Xo'p. Yotaver. Ketdi, rahmat. Biroz dam ol. Tun yarmida yo'lga chiqamiz. Yaxshi.
Metin akani manzilini oldingmi? Aka, ular yollanma qotillar emasmi? Demak, siz she'rlarni yoqtirar ekansizda. Ha, yaxshi ko'raman. Qoyil, lekin adabiyotga qiziquvchi mafiyani edi ko'ryapman. Biz ham tug'ilib mafiyachi bo'lmadik, xonim afandi. Oddiy hayotim bor edi. Nima, keyin yomon yo'lga o'tdingizmi? Yo'l yomon emas aslida. Yomon bo'lgan bizmiz. Ibrohim, ichingdagi butlarni sindir. Ichimdagi. Tushunmadim? To'g'risi ichimdagi bo'ladi. Ibrohim, ichimdagi butlarni sindir, qo'lingdagi bolta bilan. Lekin o'sha sindirilgan butlar o'rniga yangilarini qo'ygan kim? Quyosh muzdan qurilgan uyimni eritib, yirik muz bo'laklari tushdi. Butlarning bo'yinlari sindi. Ibrohim, uyimga quyoshni kiritgan kim? Yaxshimisiz? Men yaxshiman, lekin mashinani urib yubordik. Ha, yengil urildi. Kechirasiz. Nima qilyapsan, ha? Mashina dabdala bo'ldi. Ko'rmisan, ha? Janob, oldin tinchlaning. Hech narsa qilmagan-ku. Hech narsa qilmagan deysanmi? Rasvo qilding-ku. Janob, og'zingizga ehtiyot bo'lsangiz, zararingizni albatta to'lab beraman. Zarar pararni bilmayman, pulni to'la, nima qilib bo'lsa ham. Unda shunday qilaylik. Siz menga raqamingizni bering. Men sizga qo'ng'iroq qilaman. Ismim Faruk. Faruk Sezar. Xohlagan paytingiz bog'lanishingiz mumkin. Qanaqa raqam? Hozir borib hal qilamiz. Meni shoshilinch ishim bor. Telefon qiling, hal qilamiz. Buni qarang-a, odobsiz. Yaxshi gap bilan tushuntirsa ham tushunishmaydi-ya, odamlarga hayronman. Uch mashinadan haromi. Raqamni berib xotinlarcha qochib ketmoqchimisan? Xotinlarcha dedimi? Tush mashinadan. Yana bir qaytarchi, nima deding? Dedim, tush. Kechirasiz. Haligi Toksor bog'larida yurgan go'zallarni, men esa u bog'larni bag'rimga bosdim. Go'zallar esa menda qoladi. Ibrohim, ko'nglini but deb o'ylab sindirgan kim? she'ringiz chiroyli ekan. She'r meniki emas. Lekin she'rlar hammamizniki, to'g'ri. Mostbet O'zbekistonning eng ishonchli bukmeykerlik kompaniyasi. Hoziroq ro'yxatdan o'tib, 3 million so'mga ega bo'ling. Nisan. Tinchlan, ular kelishdi. Nima? Endi nima qilamiz? Men chiqaman, orqamdan eshikni qulflaysan. Nima bo'lsa ham shu yerda qol, tashqariga chiqma. Eshref, qo'rqyapman. Qo'rqma. Kelib seni bu yerdan olib chiqaman. Va'da berasanmi? Va'da beraman. Yura qol. Meni eshit. Gurdal, men bir narsa eshitdim. Xo'p, nima eshitding? Bittasi aka-ukalar bor-ku, Nejdet bilan Nejati. Eshrefning izidan tushgan bo'lsa kerak. Nima deyapsan, ey? Shunaqa gap so'z eshitdim. Ammo kim biladi? Ishonchli manbadan eshitdim. Yana boshqa ma'lumot bormi? Yo'q, birodar. Lekin biror narsa eshitsam xabar qilaman. Yaxshi, xabar topsang ayt, kutaman. Aka, ular yollanma qotillar emasmi? Ikkalasi ham shunaqa. Gurdal aka, to'xtang. Nima bo'ldi? Eshref akamning mashinasini ko'rdim shekilli. Keling, qaraylik.
Haqiqatan ham uni mashinasi. Rosa o'qqa tutishibdi. Lekin qon izi yo'q. Aka, xohlasangiz o'rmon tomonni ham qaraymiz. 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 O'rmon tomon kiramiz dedim-ku. Bu katta o'rmon ekan-a. Endi ularni qayerdan topamiz? Aka, Ha, eshityapsizmi? nimani? O'q ovozlari. Aka, bu tarafda. Jin ursin. Eshref, qayerdasan? Chiqsang-chi. Chiq, faqat seni o'ldiramiz. Lekin biz sizni topsak, ikkalangizni ham o'ldiramiz. Taslim bo'linglar. Biz ko'pchilikmiz, birodarlar, ko'pchilikmiz. Hammang kelaveringlar. Aka! O'ldiring uni, o'ldiring! O'ldiring! Kel. Sal qo'sa otib qo'yardim. Yaxshimisan? Yaxshi, senchi? Yaxshi. Bittasi qochib ketdi. Ko'rdim. Qo'rqoq. Men Nisan oldiga boraman. Bo'ldi, biz atrofga qaraymiz. Tashqarida bo'lamiz. Bo'ldi. Yur o'g'lim, yur. Nisan, bu men. Endi xavfsizsan. Qani yur. Keraksiz odam. Akam qo'ng'iroq qilyapti. Ha, Yurmak. Biz Echreflarni topdik, xavotirlanma. Qayerda ekanlar? Nima qilasan, qayerdaligini Alloh. Boryapmiz. Birozdan keyin ko'rishamiz, tushundingmi? Bo'pti. Xo'p. Topishibdi, yaxshi ekanlar. Qanday qilib? Qayerdan topishibdi? Opamchi, u qanday? U ham yaxshi ekan. Oh, Xudoga shukr. Eng so'nggi tarjima filmlar faqatgina aslmedia.net saytida. Ular bu joyni qanday topishdi? Kadir, sotdingmi bizni? Nima qilding-a? Alo, Kadir, biz Echrefni topdik. yaxshimi? Yaxshi, xavotirlanma. Shukr, Xudoga shukr. Ularning ortidan kim tushganini bildinglarmi? To'g'ri aytgan ekansan. Nejatinglar ekan. Echref bittasini o'ldirdi, ikkinchisi esa qochib qoldi. La'nat Echrefdek. La'nati seni boshingdan o'q uzaman. Bir daqiqa to'xta, Echref gaplashmoqchi. Kadir, Eshref, birodarim, yaxshimisan? yaxshi. Bu odamlarni kim yollagan bo'lishi mumkin, Kadir? Nusretmi? Valloh bilmayman, bo'lishi mumkin. Men aniqlayman, sen xavotir olma. Nisan yaxshimi?
Yaxshi, yaxshi. Eyvalloh. Eyvalloh ukam, o'zingni ehtiyot qil. Bo'lmadi, to'g'rimi? Biri o'libdi, ikkinchisi qochibdi. Nesan yaxshi ekan. Yetar endi, Nisan deb boshlamang yana. Uyg'on endi, uyg'on. Eshref o'lmadi. Endi bu ishni ketidan tushadi. Bu safar baloga qoldik, Kadir. Men senga aytgan edim. Qaysi biri tirik ekan, zudlik bilan topishimiz kerak Eshrefdan oldin. Endi u bilan ham ovora bo'lamiz. Endi yana u bilan ham ovora bo'lamizmi? Nisan yaxshi, shukr, Nisan yaxshi. Go'rdalga qo'ng'iroq qilganim yaxshi bo'ldi. Bo'lmasa hammasi bizni bo'ynimizda qolardi. Ammo Nisan yaxshi emish. Mostbet bilan g'alaba qozoning. Qanday hujum? Bu fantastika! Bu g'alaba! Gol! Ajoyib gol! Aql bovar qilmas ixtiroslar, aql bovar qilmas xursandchilik. Mostbet har qanday yutuqni to'laydi. Sen Nisan haqida unga nimadir dedingmi? Yo'q, demadim. Ya'ni eslolmayman, lekin aytgan bo'lishim mumkin. Bilmadim tag'in. Rahmat. Biz ko'chada bo'lamiz. Yaxshimisan? Chigirtka bir sakradi, ikki sakradi, uchinchi safar nima bo'lar ekan ko'ramiz. Ko'ramiz. Oldindan aytaman, men eshik oldida qo'riqchi bo'lib turmayman. Ikkinchidan mehmonxonada emas, uyimda yotaman. Buni ham ko'ramiz hali. Baqirmasang og'zingni ochaman. Yana qancha davom etadi bu? Iltimos qo'yib yubor. Qanday qilib senga ishonay, Atif? Meni sotmasligingga qanday amin bo'lay? Yaxshi, va'da beraman. Qasam ham ichishim kerak. Men senga ishonmayman. Va'da beryapman-ku, yana nima kerak senga? Yana nima deyin, ha? Tushundim. O'ylab ko'raman. Sen xastasan, vallohi. Seni aqling joyida emas, jinnisan. Jinnisan. Xayrli tong. Xayrli tong, amirim. Ertalabdan kim bo'ldi ekan? Oh, chinursan. Nima? Nisan eshik oldida bitta so'z aytsang, boshingdan otib o'ldiraman. Tushundingmi? Bo'ldi. Xo'p, mayli. Shu yerda o'tir.
Nima bo'ldi yana? Ertalabdan kelibsan. Gaplashib olishimiz kerak. Hozir emas, keyin gaplashamiz. Boshqa payt emas, hozir gaplashamiz. Nima bo'ldi? Marhamat. Rahmat. Voy, tasodifan tushirib yubordim a. Ey, biz ham shundan yemoqchimiz. Alloh Alloh, nima bo'pti? Hafiza opaga juda mazali qilibdi. Yoqimli ishtaha, ye, yana tayyorlab beraman. Javobingni oldingmi? Onajon, buni juda erkalatib yuborgansiz. Ehtimol qon tortayotgan bo'lsa kerak. Axir qarindosh bo'lsangiz. Shunaqa bo'lishi tabiiy. Xo'sh, Muslim qayerda ko'rinmayapti? Ishim bor ekan. Qanday ish? Oilaviy dedi. Qaytib kelsa, o'zi istasa aytadi. Sen nima qilding? Bittasini otdim, ikkinchisi qochdi. Yaxshi, lekin sen Nusret bilan kelishib olmaganmiding? U emasmi? Agar u bo'lmasa kim? Meni bir gumonim bor, lekin Kim? Kadir. Qo'ysangchi. Nega Eshref? Alloh, hammasi ochiq-oydin-ku. Kadir Yakob otani o'rniga ko'z tikib o'tirganini hamma bilardi. O'ziga Nusret kabi odamni topganini qarang. Mana ko'rasan, hali raqsga ham tushib beradi. Yaramas. Kadir mening akam. Men ham uning ukasiman. U unaqa ish qilmaydi. Bu bola ko'r emasmi? Bilmadim. Demak ko'r ekan, chunki buni ko'rmaslik uchun ko'r bo'lish kerak. Ko'r. To'g'risi men gaplaringga tushunmadim, lekin o'sha Kadirni bor-ku, men uni ilk marta ko'rganimdan beri umuman yoqtirmaganman. Sen Gurdalga quloq sol. Siz Gurdal taraf bo'ldingiz, qoldingiz. U odamlar haqida u aytdi, eshitgan ekan. Agar o'zi qilgan bo'lsa, aytmagan bo'lardi. Nega? Eshref tirik qolishini anglagach, qo'rqib ketgandi. Go'yoki Eshrefni qutqargan kishi bo'lgan. Bu ham mantiqli. Ha, ko'rdingmi, professor ham meni gapimga qo'shildi. Osmon uzilib yerga tushmasin yana. Do'stlar, Kadirdan ba'zi shubhalarimiz bor, rost. Lekin u bu darajaga bormasa kerak. Men aytganimni aytdim. Bu yo'q endi o'zingga bog'liq. Bundan tashqari, bugun o'sha nejatlarni makonini ziyorat qilib kelaman. Bu jasoratni ular qayerdan olishyapti ekan-a? Menga ham qiziq shu. Bor. Men ham Yakob otaning oldiga boraman. Shu tasbih masalasini Ha, ko'raylik. esimda. Xavotir olma. Men ham sen bilan boraman. Mayli. Mayli. Mostbet Salomat orqali bo'linglar. pullaringizni ishonchli ko'paytiring. Hoziroq ro'yxatdan o'ting va 3 million so'm qo'lingizdan bonusga ko'rmasin. ega bo'ling. Yoqimli ishtaha, o'g'lim. Mana bu ham mazali ko'rinyapti. Qara. Buni hamma ham qila olmaydi. Buni bu yerga qo'yasan, qara yaxshilab. Buni aylantirib ustiga qo'yasan. Ajoyib bo'ladi. Sen bu ro'ya masalasini bilarmiding? Yo'q, bilmasdim. Nima qilibdi? Bu odamning g'ururi juda baland yoki ko'r-ko'rona oshiq bo'lgan. Lekin bitta narsani aniq bilaman. Bu odam menga aslo oshiq bo'lmaydi. Nega? Aytayapman-ku, u sevib bo'lgan. Ko'zi boshqa hech narsani ko'rmaydi. Dunyoni eng go'zal ayolini olib kelsang ham. Har joydan uni izlayapti. Gapirganda ko'zlarida ko'rdim, yuragi og'riyapti uni. Azobini o'z ko'zlarim bilan ko'rdim. 20 yildan beri uni topishga urinyapti. Hali ham. Lekin bu sening yuragingni zabt eta olmasligini anglatmaydi-ku. Bir daqiqa. Eshitaman, amirim. Xo'p. Darhol sizga xabar beraman. Bir daqiqa. Iltimos menga yordam ber, qara, bu ayol jinni. U meni o'ldiradi, iltimos yordam ber. Bu yerdan olib chiq meni, qara, so'z beraman, senga ham singlingga ham yordam beraman. Xo'p, qanday qilib chiqaraman seni? Meni tushuntiraman, eshit. Zaldagi yashil kosani ko'rdingmi? O'sha kosaning ichida zaxira kalit bor. Uni olsang bo'ladi. Chiqdim ketganidan keyin meni chiqarib olasan. Bo'ldi. Ol shuni. Yordam beraman senga. Xo'sh. Xo'p, bo'ldi. Topdim. Endi men Xo'p, tushundim. Men hozir ketishim kerak. Sen ham ketasanmi? Ustimni almashtirib chiqay. Mayli, keyin gaplashamiz. Bu ayol jinni bo'lganmi?
Allohim, meni o'zing qutqar. Qanday qilib bularning orasiga tushib qoldim o'zi? Afran, juda yomon narsa bo'ldi. Uyga borgach aytib beraman. Yo'ldaman, boryapman. Xo'sh. Buni kim qildi? Ya'ni bu aka-ukalarni kim yolladi? Nusret. Yana kim bo'lardi, ota? Axir ular bilan kelishib olmaganmidik? Qildik. Demak, tushunishmabdi. Yashirincha hal qilamiz deyishgan. Bu ishni hal qilishning yagona yo'li Nejatini topib gapirtirish. Kimdir hamma aybni Nusratga ag'darishga harakat qilyapti. Ha, shunday. Bu ehtimolni ham inkor etib bo'lmaydi. Nejmiddinni ham o'ldirishgan. O'sha politsiyachilar pistirma qo'ygan payti bizni konteynerga yuborgan odam. Aniq u ham bir sirni yashirgandi. Demak, gapirtirishmagan. Bu yerda katta o'yin bo'lyapti. Yaxshilikka bo'lsin ishqilib. O'sha tasbeh. Tasbeh kimga tegishli bo'lsa, bu ishlarni ham o'sha qilgan. Kimdir bu dushmanligimizdan foydalanayotgan bo'lishi mumkin. Mendan so'rasangiz, bilmasdan Nusratga tashlanmaylik. Jamil to'g'ri aytibdi. Biroz kutaylik. Agar topmoqchi bo'lsang, avval o'sha Nejatni top, ko'raylik nima deydi. Qadr esa senga yordam bersin. Jonim bilan ota. Ko'nglingiz xotirjam bo'lsin. Kim xoin bo'lsa topamiz. O'zingizchi yaxshimisiz? Muammolar bilan bo'lib yoddan chiqibdi. Yaxshiman. Menga va'da bergandingiz, operatsiyaga ham borasiz, davolanasiz. Ko'ramiz. Ota, yana cho'zmoqchimisiz? Bo'ldi o'g'lim, bo'ldi. Bora qoling, endi ishlaringiz bilan shug'ullaninglar. Boringlar. Qani o'g'lim? Eyvalloh. Ukam, arang qutulibsizlar. Yaxshiyamki xabar beribman. Gurdallar yetib borishdi. Shunday. Rahmat, sendan qarzdorman. Neysan, yaxshimi? Qanday bilding Nisan men bilan ekanini? Gurdal aytdi. Boshqa qayerdan bilay? Mayli, ko'rishamiz. Kadir, qarab yubor. Ishing bormi? Yo'q. Qabriston tomonga o'taman. Aytmoqchimanki, biznikiga boraylik. Nima bo'ldi? Biror gap bormi? Yo'q. Gaplashib olamiz. Bu ishlar haqida suhbatlashardik. Ha, yaxshi. Bo'ladi. Yurunda. Manzili shu yer. Qara. Yonimizga yana odam olganimizda yaxshi bo'larmidi? Ichkarida nima kutayotganini bilmaymiz. Nima bo'ldi, professor? Qo'rqyapsanmi? Ichkarini menga qo'yib ber, o'zim hal qilaman. Qanday hal qilasan? asilmedia.net taqdim etadi. Qanday deysanmi? Hozir sen Umid Yashar O'g'izjon bo'lib kirib, Ahmed Hamdibey bo'lib chiqasan. Ahmed Hamdibey kim edi o'zi? Rassom emasmi? Osman Hamdibey degan rassom bor. Ahmed Hamdi esa rassom emas, yozuvchi.
Darrov aqllilik qilasan-a, imkon topishing bilan aqllilik qilasan, aqlli. Nima, gapingni to'g'rilamaymi? Sen san'at galereyasiga borib yuradigan odamsan. Aytgancha odamlarni surishtirdim. Biriga yopishdingmi, qolganlari ham kelishar ekan. Ha, to'g'ri. Bir maxluq bor edi, suvda o'lish o'rniga ko'payaverardi. Qaysi maxluq? Shunchaki maxluqda, o'zi sen mendan nega keraksiz narsalarni so'rayapsan? Taq qilib tugatamiz. Alloh, professor, joy kichkina bo'lsa, ko'rmayapsanmi ichkarida nima bor deb o'ylaysan, ha? Let's go. Hayotimda senga o'xshagan bekorchi gaplar gapiradigan odamni ko'rmaganman. Assalomu alaykum, biz keldik. Va alaykum assalom, xush keldik. Bu joy yer ostidagi yo'lakka o'xsharkan, endi nima qilamiz, gapir. Nima deyishim kerak? Meni ismim Telba Gurdal. Bizda orqaga qaytish yo'q. Shuni bilib qo'yishsin bular. Men aynan shunaqa tasbehni xohlayman, Fehmi usta. Juda ham yoqdi menga. Qayerdan topsam bo'ladi? Bu maxsus buyurtma. Yagona nusxa qo'lingdagisi. Boshqa bunaqasi yo'q. Shunaqami? Unda bu kimga tegishli? Sotgan odamingiz kim? Bu yerning egasi kim? Alo. Hamma o'z ishini qilsin. Agar olsanglar qilichimiz bor, pichog'imiz bor. Sen bu yerni boshlig'imisan? Bizga Nejati degan bir kalta faham kerak, uni qidiryapmiz. Qayerda ekanligini bilasanmi? Akasi, senga savol berdim. Ustingdagi yerni boshingga qulatmaygina. Bilsang-a, javob ber. Kim so'rayapti? Gulumchini ko'r ukasi so'rayapti. Bu ishga qara. Qo'l ishi. Tekkan joyini kesadi. Gurdal, ketaylik. Keyin boshqa safar kelamiz, yur. Kimning odamisiz o'zi? Men hech kimning odami emasman. Men bu yerga Eshreftek nomidan keldim. Eshreftekni bilasanmi? Eshreftek dedimi? Taniyman. Juda yaxshi taniyman. Jiyanimni o'ldirdi. Biz ham sizni izlayotgandik. Jiyanimni to'kilgan qonini sizning qoningiz bilan to'ldiramiz. Nega qarang? Ish nazoratdan chiqdi. Bizga o'qtalmagan pichoq qolganda o'zi. Yana bir qadam bossangiz, o'zingizdan ko'ring. O'q uzishim mumkin. Oho, Eshref aka, Qadir aka, xush kelibsiz akalarim. Qandaysan haqqi? Yaxshi aka, sizchi? O'zingiz yaxshimisiz? Yaxshi. Xush kelibsizlar. Rahmat. Doim o'tiradigan stollaringizni tayyorlayman aka. Ishlarga omad. Rahmat Eshref Ot aka. go'shtini qo'y, tez-tez dasturxonni to'ldiringlar. Voy. Bu joyni sog'inibman. Rostdan ham yaxshi qilding, Eshref. Serial davomini hoziroq yangi TV ilovasida tomosha qiling. So'nggi paytlar ustingdan qora bulutlar yurgandek bitta qurbonlik qilib yubor, faqirlar uchun. Odamgarchilik yuzasidan, to'g'rimi? Hayotimiz qancha vaqt shunaqa davom etadi, Eshref? O'lim doim yonimizda yuradimi? Bu hayotni biz tanlaganmiz, Qadir.
Ha, shunday. Inson baribir tinchlik izlarkan. Masalan, ba'zida hamma narsani tashlab ketging keladi. Qurol, pul, mansab, hammasini tashlab ketsam deysan. Ba'zida dunyoviy narsalardan voz kechib ketging keladi. Lekin oson emas. Shuncha dushmaning bor paytda oddiy hayot haqida orzu qilish bizga umuman to'g'ri kelmaydi. Masalan, oldingda bir eshik ochilsa, izlab yurgan o'sha ro'yang chiqib kelsa, hammasidan voz kechmasmiding? O'zimdan ham voz kechaymi? Bu mavzuni hammani oldida gaplashkim kelmayapti. Nimani o'ylayman, nima qilaman o'zim bilaman. Albatta. Bu Yakub ota aytgan tasbih masalasi bor edi-ku, Jamila aka eslatib o'tgandi. Men ham surishtirdim, hech narsa chiqmadi. Senda biror yangilik bormi? Yigitlar tekshiryapti. Yaxshi. Agar biror narsa bilishsa, xabar qilarsan. Xoin kim ekan, biz ham bilaylik, jazosini beramiz. Xo'p, albatta aytaman. Bir stakan ichamiz. Erta emasmi hali? Uni ertagacha bo'ladimi? Gaplar qiziq-qiziq bo'lishi uchun ichaylik. Bo'ldi, ayt, ichamiz. Allo. Rakka olib kel. Xo'p, bo'ladi, Sharif aka. O'sha qizni ismini eshitsang yuraging siqilyapti, to'g'rimi? Shunday.